Aeroport territoriyasidan kvartira qidirib yurganlar uchun bugun sizlar uchun 3 xona lyuks kvartiramiz savdoga chiqdi. Men sizga qisqacha ko'rsatib berib ketaman. 8 etaj Novostroykaning 3-qavatida joylashgan liftli donuzi 88 kvadrat metr 87 ming so'ralib yana savdo so'rab. Marhamat, sizga qisqacha ko'rsatib berib ketaman kvartiramizni. Ko'rib turgan joyingiz koridor qismi bo'lib, chiroyli mebellar qo'yib ketilgan. Bu yerda o'zining televizorlari ham mavjud. Keling, bu yerda asosiy kirish eshigimiz bo'lib, bu yerda garderobli shkaflarni qo'yib qo'ygan. Dekorlarga alohida e'tibor bering. Juda ham kvartirani ko'rib turibdi. Bu yerda esa birinchi xonamiz ko'rishingiz mumkin. Oshxona bo'libdi. Uyimizning bekalari uchun juda ham chiroyli qilib mebellar terib qo'ygan. Bu yerda o'zining duxov konturni kacholi ham mavjud. Polnis choplupol bilan qizib, bu yerda o'zining balkonchasi ham mavjud. Sedia zona qilaman desangiz, juda ham joy katta kvartiramizda. Va keling, bu yerda ikkinchi xonamizni ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Divani, turmalari, barcha jihozlari mavjud. Va bu yerda ikkinchi nimamiz bo'lyapti xonamiz, mehmonxona ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonamiz ham anchagina katta. Bu yerda yana bitta balkoni bor. Domni oldi qismiga qaragan televizorlari ham mavjud. Eslatib o'taman, kvartiramiz 3-qavatda joylashgan. 88 kvadrat metr. Bu esa bolalar yotoqxonasi, ikkita divan, shkaflari mavjud. Azizlar, ushbu kvartira bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qiling, chiroyli qilib olib beramiz.